Dilafrustosskiy savol. Agar erkak kishi bo'lganingizda ham Greenleaf tanlarmidingiz? Tanirdim. Aslida Greenleaf erkaklarni ishlaydigan joy. Sababi katta pul topish. Biz o'zbek erkaklarimizga juda yarashadi. Dilbar, asalim, sizni majburan olib kelishdimi, o'zingiz xohlab keldingizmi? Qanday xohlab kelgan? Qanaqa qilib odamni 5,5 soatlik yo'lga majburlab olib kelish mumkin? Qanday xohlab kelgan? Tushunarli. Rahmat. Eshitishim bo'yicha Greenleafda qaraganda odam daromadga chiqar ekan. Ve daromadga chiqish necha yil, nima deb o'ylaysiz? Yili yo'q, daromad. Qaragunizcha ishlayverasizmi? Yaxshi. Nargiz, qalay bo'lyapti? Greenleafdan ikkinchi marta sayohat yutib olib kelish. Joylarni просто kelib ko'rish kerak. Eshitishim bo'yicha Greenleafda ishlaganlar. Nervini bo'lib qolar ekan. Shu gap rostmi? Yo'q. Yolg'on. Bundan bir maza qilamiz. Chet elda yuribmiz, a? Shunaqa shu zo'r mana. Kimda bor bunaqa imkoniyat ayting? Alaba Greenleafda ishlayotganingizdan mamnunmisiz? Albatta 2 martalab, 3 martalab mamnunman. Kamolaxon bilasiz, men hozir nafaqadagi ayolman. Birinchi yaxshi tushunmadim, chunki bu sistemani haqiqatan yaxshi tushunib olish kerak ekan. Gap yo'q. Xullas xursandsiz. Juda ham Xursandligingizni bildiring, yes deysizmi nimadir? Yes, Greenleaf harika. Hozir sizlar bilan Greenleaf sayohatiga kelgan lizerlardan intervyu olamiz. Qani ular ishligidan qay darajada mamnun? Tomosh, Greenleaf yoki boshqa korporatsiya? Конечно, Greenleaf boshqa korporatsiya haqida gap bo'lishi mumkin emas. Dilafrustosskiy savol. Agar erkak kishi bo'lganingizda ham Greenleaf tanlarmidingiz? Tanirdim. Aslida Greenleaf erkaklarni ishlaydigan joy. Sababi katta pul topish.